Я хотела рассказать, что болеет фибровая слабость. Нет, я за. Просто многие люди не знают, не понимают проблем. Я тоже просто сначала не понимала, я думала, я вообще выступаю. Hurmatli kuzatuvchilarim, sizlarga aytmoqchi bo'lganim, ko'pchilik insonlar oshqozon operatsiyasidan keyin uzoq vaqt bo'ladigan asoratlar bilan xasta bo'lib qolishadi. Masalan, Denning sindromi bilan keldilar. Bularda qondagi gemoglobin tushib ketgan, oqsili tushib ketgan, ozgina ovqat yesalar ham yoki qusadilar yoki hojatxonaga yugurishlariga to'g'ri keladi. Ovqatdan lazzatlanish hissi umuman yo'q. Hozir vaznlari oldingi vazndan yarim baravar kamaygan, holsizlar, ozgina ko'proq harakat qilsalar bo'shashib, tel bosib yotib qoladilar. Shuning uchun hatto yurishga yoki sport bilan shug'ullanishga ham holatlari to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ba'zida o'ylab ko'rish kerak. Balkim sag'al to'lacharoq bo'lsa ham sog'lom va baxtli inson bo'lgan yaxshiroqdir. Juda ham ozg'in bo'lib, doim kasal bo'lgan insondan ko'ra. Mulohazalaringizni kommentariyalarda kutaman.